20 yil deganda ozodlik. Jigar! Radnoy! Shu. Bu hali ham turibdimi? Ha, turadi, sani eslab turadi. Nostalgiya. Nima qilgin kelyapti? Qorinch, ovqatlanaylik. Tiqma qilamiz. Sal kulib turgin, ey. Nima bu, kamerami bu? Ha, bu radar. Tadbirkorlar qo'ydirgan. Nima qiladi bu? Bu tez yursang shtrafkalar to'laysan, shu nazorat qiladi-da. Yo'q, to'xtaydi qoq bo'lar ekanda. Ha, shu narsa ham bo'laveradi. Tadbirkorlarimiz vaqtimizga sog' bo'lsin. To'g'risini aytsam, g'uborlarim chiqib ketdi seni ko'rib. Ancha sog'inib qolibman, jigar. Narigi xonada xotinlar ovozi kelyaptimi? Gap o'ynab turganda. Gap? Xotinlar? Xonada Abshakada-ya? Ha, hozir oddiy holat bu. Ana ko'rsataman hozir oddiy holat. Xotin kishiga balo bormi? Hozir choyxonada tanlab nima qilyapsan? Tanlaga. Nima qilyapsan? Xotinlar kim qo'yib choyxonada gapirishdi? Bo'ldi qil. Go'sht yeymiz, uyga boramiz, qisib o'tiramiz. Men o'zim qilaman ovqat, ya. Endi hozir 20 yildan beri ovqat qilmagansan, qana chiqarasan ovqat? Aha, Go'sht nimaga 120 ming? Nimaga qimmat? nima vahima qilasan? Narxlar oshgan. Oyliging qancha? 5 million. 5 million. Baqirma. Ha? Sen baqa yur. Assalomu alaykum hurmatli mijoz. Menga qara yumala. Eng qimmat mashinangni ko'rsat, men jigarim oyligi tushgan, olib beradi menga. Oyliklari qancha o'rtog'ingiz? 5 million oylik oladi. Radnoy nima bo'lyapti? Men miyam hozir vash muzlab qolyapti. Kirib ketishimizga sabab bo'lgan pul qancha edi? 500 ming edi, o'sha paytlar 500 ming. 20 yil men 500 ming so'm uchun o'tirdimmi? Sen siqilma, o'zingni bos. Hozir bankomatga boramiz, men oyligimdan yechib beraman 500 ming.